O'simliklar so'zini eshitganda barchani ko'z oldiga flora dunyosi, ya'ni ekologiya, tabiat, landshaft, parklar, bog'lar keladi. Aslida ham shundaymi? O'simliklar nafaqat ekologiyani va tabiatni chiroyliligini ta'minlash hissi qo'shadi, balki fauna dunyosini asrab qolishga ham o'zini katta hissasini qo'shadi. Nima uchun? Daraxtlar, butalar yetishtirilmaydigan, o'smaydigan joyda hech qanaqangi qushlar, hayvonlar ko'paymaydi, yashamaydi va hattoki insonlar ham bo'lmaydi. Shu sababli biz flora dunyosini saqlaydigan bo'lsak, demak fauna dunyosini ham saqlayotgan bo'lamiz. Assalomu alaykum. Bilib turganingizdek, sizlar bilan Ismoilbek Rustamberkov navbatdagi video darslik bilan YouTube platformasida. Obunachilarim soni 5500 dan oshib ketibdi va men o'zimni dangasadek his qildim. To'g'risini aytsam, YouTube blogimga anchadan beri videoni yuklamayapman va ko'pgina videolarim aynan mana shu so'zlar bilan boshlanadi. Do'stlar, men video yuklamasam ham eski videolarni tomosha qilsanglar bo'ladi, chunki u yerda juda ham ko'plab foydali ma'lumotlar bor. Bugun bo'ladigan bo'lsa, o'zimga va'da berib qo'ygan edim, obunachilarim soni hatto 5500 taga chiroyli raqamga yaqinlashsin, keyin darsga joylayman deb. Va mana to'satdan men kutganimdan oldin shunaqa natijalarga erishdim. Shu sababli bugun sizlarga juda ham ajoyib, dolzarb mavzuga oid bo'lgan video darslik taqdim qilishga qaror qildim. Mani endi kuzatishni boshlayotganlar uchun eslatma, hali menga obuna bo'lmagan bo'lsa obuna tugmasini bosib qo'ying, sababi ilmiy asoslangan va ishonchli faktlar, ma'lumotlar aynan mani blogimda. Agar siz bog'ingizda glitsiniya o'simliklarini, ya'ni visteriya o'simliklarini yetishtirayotgan bo'lsangiz, bu video darslik siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Chunki ko'pgina obunachilarimning iltimoslariga binoan aynan bugun sizlar bilan glitsiniya o'simliklarini to'g'ri tanlash, ekish va chiroyli gullatish sirlari bilan bo'lishaman. Va ushbu videoni tomosha qilish mobaynida siz o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lasiz degan umiddaman va videoni so'ngida like bosishni va o'zingizni boshqa bog'bon do'stlaringiz bilan ushbu video linkini ulashib qo'yishni yodingizdan chiqarmanglar. Agar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Demak do'stlar, sizlar ko'rib turgan bu mo'jaz lokatsiya Zahiriddin Flowers pitomnigi va aynan shu pitomnikda o'z faoliyatimni olib boraman. Va ko'rib turganlaringiz bo'lsa, juda ham chiroyli qilib taxlangan klimatis va visteriya o'simliklari. Do'stlar, bu o'simliklar lianalar hisoblanadi. Ya'ni asosan hozir bugungi mavzuimiz glitsiniya bo'yicha glitsiniya haqida gapirib o'tyapman. Glitsiniyalar bular liana o'simliklari hisoblanadi. Liana o'simliklari bu tez o'suvchi va o'zlarining barglari bilan tezda joyni, atrof muhitni qoplovchi o'simliklar hisoblanadi. Bular bir yilda 1 metrdan 3 metrgacha o'sish imkoniyatiga va bitta shoxdan 10 ta shoxgacha ko'payish xususiyatiga ega. Va bular qishki mavsumda asosan barg to'kish xususiyati bilan ajralib turadi. Shu bilan bir qatorda o'zini hidli, jimjimador, juda ham noodatiy bo'lgan gullari bilan ajralib turadi. Glitsiniyalar ham shunaqangi o'simliklarki, o'zini guli bilan hammani sehrlaydi, ayniqsa bog'bonlarni, bog'sevarlarni. Nimaga? Chunki ularning gullaridan xushbo'y hid kelishi bilan bir qatorda ularning gullari xuddi uzumni shokilasini eslatadi. Shu sababli ham uni ko'pchilik bog'iga ekishni orzu qiladi. Albatta bu lianalarni turli xil shaklda o'stirishadi. Shtamp holatda, daraxt holatda ham o'stiradiganlari bor, lekin o'rmalab, so'rilarni chiroyli qilib yopiladigan, tabiiy holatda qanaqa o'sadigan bo'lsa, xuddi shunaqa o'stirilishi bu eng yaxshi tanlov hisoblanadi. Va menga ham aynan mana shunaqangi yovvoyi uslubdagi bog'da qo'llash yoqadi va ko'pchilikka shuni tavsiya qilaman. Demak, bilib oldik, glitsiniya va visteriya o'simliklarimiz, ya'ni visteriya bu lotincha, glitsiniya bu kirilcha, ruscha nom hisoblanadi. Ikkalasi bitta narsa, adashtirib qo'ymaslik kerak. Ularning asosan yaponskiy vidi va kitayskiy vidi bo'ladi. Hozir sizlar bilan bular qanaqa ajralishini ham gaplashib o'tamiz. Bu videomizni yirik planda olaman, sababi sizlar bilan hozir biz visteriya o'simligini tanasi bargi bilan tanishib o'tamiz. Demak, mana ko'rib turibsiz, bu liana bo'lganligi uchun begona tarafga ham o'rmalab ketaveradi. Ko'rib turganingizdek, barglari asosan mana shunaqangi nima deydi, qator joylashgan, bir-biriga qarama-qarshi holatda qator joylashgan bo'ladi va bularning bargi bizga saforani, rabiniyani eslatadi va ko'rganingizdek mana shunaqangi ilgaklar bilan dumaloq bo'lib o'rmalab o'sadi va barglari qatorma-qator bargbandlari qatorma-qator joylashgan bo'ladi va bular juda ham tez o'sishi, o'rmalashi bilan ajralib turadi. Barglari to'q yashil tusda, yorqin, ya'ni to'q deganda yorqin yashil tusda bo'ladi. Agar barglari ocharishni boshlayotgan bo'lsa, jigarrelashni boshlayotgan bo'lsa, bilinglarki, temir moddasi yetishmovchiligidan shunaqa holatga yuzaga kelayotgan bo'lishi mumkin. Yana ham nisbatan rangi to'qarib ketayotgan bo'lsa, demak biz berayotgan ozuqalarimiz ko'payganini hisobiga tuproqdagi ozuqa moddalari oshib ketayotganidan dalolat beradi. Albatta, ikkala holat ham juda ham
yomon. Normal holatda mana shunaqangi yorqin yashil tusda saqlash kerak. Agar xlorozga o'tkazib yuboradigan ranglari barglari ochab ketadigan bo'lsa, barglarini tashlab o'simlik qurish holatiga olib kelishi mumkin. To'qarib yashil bo'lib oziqasi ko'payib ketadigan bo'lsa, gullash davrida gullash siklini buzilishiga olib kelishi mumkin. Demak, glitsiniy ko'chatlarini tanlash. O'rtoqlar, glitsiniy ko'chatlarni imkon qadar hozir menimcha hamma bilib olgan, maxsus tuvaklarga ekilgan holatidagisini xarid qilish kerak. Sababi agar yerdan endi ko'chilgan kom holat oladigan bo'lsak, ularning ildizida kuchli muammo bo'lishi mumkin, qurib qolish ehtimoli yuqori. Shuning uchun mana bunaqangi birkalariga ega bo'lgan, barglari tiniq, yorqin yashil tusga ega bo'lgan, shu bilan bir qatorda ildiz tizimi mustahkam bo'lgan va doimiy o'sishda bo'lib turgan o'simlikni olishingiz kerak. Va yana bitta e'tibor berishingiz kerak bo'lgan muhim nima ham bor, detal. Bu detal aynan sotgan glitsiniyangizni g'unchalari mavjud bo'lishi. Sababi shunaqa glitsiniyalar bor, gullamaydi. Mana misol uchun mana shu glitsiniyani gullari bor, chiqib turibdi, g'unchalab turibdi. Barglari tiniq va birkasiga ham ega. Demak, buni bemalol olib ekish mumkin. Bu nimaga? Chunki biz o'zimiz ko'zimiz bilan gullayotgan, g'unchalayotganini ko'rsak, bu yaxshi. Sababi haqiqatan payvanddan o'tgan va kulturni, ya'ni madaniy nav ekanligiga ishonch hosil qilgan bo'lamiz. Shu bilan bir qatorda agar siz ildiz tizimini tekshirish imkoniyatiga ega bo'lmasangiz, ya'ni tuvagidan chiqarib ko'ra olmasangiz, siz buni barglariga e'tibor berishingiz mumkin. Agar barglarini uchlari, ya'ni navdasini, tanasini uchlari o'sishda bo'layotgan bo'lsa, doimiy mana ko'rib turganingiz yangi barglar chiqarib turibdi va hech qanaqa qurigan holati bo'lmasa, yaxshi o'sayotgan bo'lsa, demak ildizi juda ham yaxshi rivojlangan bo'ladi. Bundan shubhangiz bo'lishi kerak emas. Chunki barglar tiniq bo'lib yaxshi o'sayotgan bo'lsa, ildizi yaxshi bo'ladi. Agar ildizda muammo bo'lsa, bularning ham uchlari bunaqangi qurib, sinishni boshlashi mumkin. Albatta bu o'simligimizni uchi qurib turganligi yomon holat emas, shunchaki nima qilingan, singan ekan. Bizda unaqa sifatsiz ko'chatlar bo'lmaydi, ammo sifatli ko'chat mana ko'rib turganingizdek butungina o'syapti. Demak, barglari yorqin yashil tusga ega bo'lganligi, maxsus tuvakda ekanligi yoki kom bo'lsa komi butunligi va o'simlikni barglarini uchlari o'sishda bo'layotgan bo'lsa, siz tanlayotgan glitsiniyangiz toza, yaxshi, xudo xolasa bog'ingizda chiroyli bo'lib ko'karadigan glitsiniya hisoblanadi. Savol tug'iladi, sifatli glitsiniyalarni yetishtirish uchun qanaqa joyga ekish kerak? Glitsiniya o'simliklarini to'g'ridan-to'g'ri quyosh tushadigan joylarga ekasiz va u qanaqa joy bo'lishi kerak? Maxsus so'rilar qilib ekish mumkin yoki stoykalar, ya'ni har xil o'zingiz qoldirgan landshaftsingiz ichidagi temirlar, uzun temirlarga qilma qilsangiz bo'ladi yoki maxsus arkalar hosil qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari devorlarga ham chirmashtab o'stirsangiz bo'ladi. Albatta bu faqat dacha, ya'ni dala hovlilarda mana shunaqa holatda devorlarga chirmashtab o'stirishingizni tavsiya qilaman. Sababi shaharda doimiy yashagan uyingizda bunaqa o'stiradigan bo'lsangiz, ko'plab noqulayliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Va agar devorga shunaqa tirmashtirib o'stiradigan bo'lsangiz, har yili ularni kallaklab kesib turishingiz kerak bo'ladi. Yo'qmasa devoringizga ildizlar juda ham mustahkam kirib, hattoki uyingizni ichigacha bizib kirishi ham mumkin. Shuning uchun imkon qadar ularni kesib, to'g'rilab formirovka qilib turasiz. Ya'ni kesishdan juda ham qo'rqmaydi. Agar siz joyingiz to'g'ridan-to'g'ri quyosh tushishi bilan bir qatorda shamol aylanadigan bo'lsa, ya'ni skvoznak deymiz, yelviz aylanadigan bo'lsa, ularni qishki paytda birinchi ekkan paytingizda 2-3 yil davomida o'rab yoki himoya qilib turishingizni tavsiya qilaman. Sababi bu paytda bular endi joyingizga moslashayotganligi uchun sovuq urish ehtimoli yuzaga kelishi mumkin va sovuq urgandan keyin o'zini bargini qaytadan tiklashi mumkin, lekin gullaydigan g'unchalarini yo'qotishi mumkin, ya'ni gul bermay qolishi mumkin. Videoni kulminatsiya nuqtasiga keldik. Videoni boshida aytib o'tdim. Glitsiniyalarni yaponskiy va kitayskiy turlari mavjud deb. Asosan glitsiniyalar ikkita katta turga, yaponskiy va kitayskiy navlarga bo'linadi. Buni nimasi bilan ajralib turadi? O'zbekistonda siz 80% holatda fioletviy, ya'ni siyoh rang gullaydigan kitayskiy glitsiniyalarni uchratasiz. Bu glitsiniyalar bir yilda, ya'ni kitayskiy glitsiniyalar bir yilda 1 metrdan 15 metrgacha o'sishi va erta gullashi bilan ajralib turadi. Yaponskiy glitsiniyalarni bo'ladigan bo'lsa, siz rangli holatda, ya'ni oq, siyoh rang, pushti holatda uchratgansiz. Va aynan rangli bo'ladiganlar asosan bular yaponskiy glitsiniyalar bo'ladi. Ular yiliga o'rtacha 30 cm dan 70 cm gacha o'sadi O'zbekiston iqlimida, chunki namli bo'lmaganligini hisobiga. Namli o'lkalarda bo'lsa, bu ko'rsatkich kamroq, ya'ni o'sish sur'ati ularda 25 cm dan 40 cm gacha bo'lishi mumkin. Nimaga issiqlikda juda yaxshi o'sib ketadi deydigan bo'lsak,
issiq bo'lgan paytda bular yaxshi oson o'rmalaydi va barglarida suv ta'minoti yaxshi yuzaga keladi, ya'ni ispariyaniya kuchli bo'lganligini hisobiga tanalari tezroq cho'zilib o'sish xususiyatiga ega bo'ladi. Vlaga bor joyda bo'ladigan bo'lsa, bular dangasa bo'lib suv ichmaydi, shuning uchun bo'ylari pastroq holatda bo'ladi. Va aytib o'tganimdek, kitayskiy glitsiniyalar o'zini erta gullash bilan ajralib turadi. Erta bahorda gullaydi, asosan mart aprel oylariga to'g'ri keladi bilan gullash davri, va bular qayta gullash bilan ham ajralib turadi. Ya'ni avgust oyida chilla chiqqandan keyin qisman qaytadan ham gullaydi. Yaponskiy glitsiniyalar bo'ladigan bo'lsa, asosan yilda bir marta mana shu aprel may oylarida gullaydi. Shunisi bilan ajralib turadi. Va yaponskiy glitsiniyalardan turli xil shakldagi shtamp holatda daraxt shaklidagilari yetishtirilsa, kitayskiy glitsiniyalardan faqatgina arka uchun maxsus yetishtiriladigan holatda ko'rib uchratishingiz mumkin bozorlarda. Mana shunisi bilan ajraladi. Va yaponskiy glitsiniyalar Wisteria floribunda, kitayskiy glitsiniyalar Wisteria sinensis deb nomlanadi, lotincha nomi. Shunga e'tibor berib ajratib olsangiz bo'ladi. Demak, glitsiniyalarni quyoshli joyga ekish kerak va ekayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Agar siz sifatli ko'chatlarni tanlab olgan bo'lsangiz, kechki salqin bilan o'simliklarni bog'ingizga ekishingiz mumkin va ekayotganingizda substratiga alohida e'tibor bering. Substrat nima? Ko'pchilik bilmaydi. Substrat bu o'simliklarning o'sishi uchun tayyorlanadigan maxsus tuproq. Ya'ni biz uni ichiga biogumus, torf, vermikulit, agroperlitlarni aralashtiradigan bo'lsak, oddiy tuproqqa ana shunda substrat hosil bo'ladi. Glitsiniyalar juda ham ozuqani yaxshi ko'radi, ya'ni vitaminli va ko'pgina mineral o'g'itlarga boy bo'lgan tuproqlarni yaxshi ko'radi. Asosan siz glitsiniyalarni ekayotganingizda biogumus, torf, shu bilan bir qatorda agroperlitni aralashmasdan tuproqqa aralashtirib turib ekadigan bo'lsangiz, glitsiniyangiz mazza qilib o'ynab kulib yayrab o'sadi. Torf tanlayotganingizda kisli torf emas, balki neytral torf tanlashingizni tavsiya qilaman, chunki kisli torf beradigan bo'lsangiz, bu barglarining nisbatan ranglarining o'zgarishiga va kuchli o'sib ketishiga hissa qo'shishi mumkin. Shu sababli neytral torfdan foydalanganingiz maqsadga muvofiq. Va shulardan aralashtirib turib o'simligingizni ekasiz. Tagiga agar hovlingizda, agar o'zingizni hovlingizda boshqa o'simliklarga beradigan asmakod granulari bo'ladigan bo'lsa, asmakod granularidan sochib qo'yasiz. Uni ham asmakod granularisining ham har xili bor, 3 oylik, 6 oylik, 9 oylik. O'zingizga qulayini, mos kelganini sochib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Ana o'shani yeb, mazza qilib oziqlanib yotaveradi. Undan tashqari, gummilarni odatda gullash davriga yaqinlashganda berganingiz maqsadga muvofiq. Bu mart aprel oylari va avgust sentyabr oylariga to'g'ri keladi. Shu paytda ular qaytadan gullash nimasini kechiradi, gullash davrini boshdan kechiradi. O'sha paytda bemalol shunaqangi gummilardan ham foydalansangiz bo'ladi. Bu ularni yana ham chiroyli, ko'rkam gul berishiga hissa qo'shadi. Va agar barglari ocharib ketishi, namlik yuqori oshib ketadigan bo'lsa, o'simlikingizda o'sish sur'ati pasayish yuzaga keladi. Shu paytda bo'lsa xalaj jelezidan foydalanib o'simligingizni asrab qolsangiz bo'ladi. Glitsiniyalar bilan bog'liq ko'pchilikni qiynaydigan savol bor. Men glitsiniya ekkanman, hech ham gullamaydi. O'rtoqli, glitsiniyalarni aytib o'tgandek, sovuq paytda asrashingiz kerak bo'ladi. Agar sovuq mavsumda glitsiniyalarni asramasangiz, ularning gullarini, g'unchalarini sovuq urib qo'yadi. Bizga gul g'unchalari kurtaklari ko'rinmaydi boshida. Shunda biz gullamayapti, hali g'unchalamayapti deb o'ylaymiz. Aslida ular bahor iliq taftini nima qilishi bilan, sochishi bilan sekin-yengil barg chiqarayotganda, ular sekin-sekin g'unchalashga, gullashga tayyorlanayotgan bo'ladi. Shunaqa paytda bo'ladigan noodatiy anomal sovuqlarimiz glitsiniyalarning gullarini olib ketadi. Agar yorug'lik yetarli joyga ekmasangiz, ya'ni quyosh kam tushadigan joyga eksangiz ham glitsiniyalaringiz gullamaydi. Agar xos salqin joyga ekib qo'ygan bo'lsangiz, ularni quyoshli joyga srochno olishingizni tavsiya qilaman. Quyoshda kuyib ketadi, qiynaladi deb o'ylamanglar, sababi ular quyoshga juda ham yaxshi moslashadi va juda ham chiroyli bo'lib gullaydi. Shu sababli bunga e'tibor berishingiz kerak. Undan tashqari glitsiniyalarga ko'proq ozuqalar berib turinglar, ayniqsa mineral o'g'itlar, azot, fosfor, kaliy. Ana shu moddalarni to'g'ri taqsimotda beradigan bo'lsangiz, glitsiniyalaringiz doimiy chiroyli o'sib, sizni ko'zlaringizni quvnatadi. Va men videoni oxiriga yaqinlashyapman. Zahardin Flowers pitomnikidan mana shunaqangi glitsiniyalarni birkasi bilan cho'tka qilib ekib qo'yilgan sifatli ko'chatlarini $25 xarid qilib olish imkoniyatiga egasiz. Va ko'rib turganingizdek, hammasi Yevropa standartlari deysizmi, jahon standartlari deysizmi, umuman o'simliklarga kerakli bo'lgan sharoitlarda qilib yetishtirib tayyorlab qo'yilgan. Pitomnigimizga tashrif buyurasiz. Har kuni ishlaydi pitomnigimiz. Ertalab soat 9 dan kechqurun 6 gacha bemalol o'ziga yoqqan turlarini mana ko'rib, virkasi bilan qarab tanlab olsangiz bo'ladi. Menimcha $25 ga juda ham yaxshi. Sababi biz sizga ularni parvarishlash bo'yicha ham ma'lumotlar ham beramiz. Qolaversa, shunaqangi sifatli ko'chatlarni zo'r qilib tayyorlab beramiz. Va meni sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shu joyda o'z nihoyasiga yetadi.
meni qo'llab-quvvatlayotganidan juda ham xursandman. Albatta bu bilan man sizlarni ham qo'llab-quvvatlayman. Sinirlarni parvarishlash bo'yicha bergan tavsiyalarim menimcha sizlarga juda ham foydali bo'ldi. Agar qaysidir jihatlarga e'tibor bermay ketgan bo'lsam va o'zingiz savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, video ostida kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Telefon raqamlarimiz va lokatsiyalarimizni ham qoldiryapman. Mana shu manzil bo'yicha bemalol Zaxli Fars pitomnikiga tashrif buyurib olib ketishingiz mumkin. Va keyingi videolarimni o'tkazib yubormaslik uchun albatta podpiska tugmasini hali bosmagan bo'lsangiz yana bosib qo'ying va video manzur kelgan bo'lsa like ham bosib qo'yinglar. Xayr, salomat bo'linglar.